Tokiodan konnichiwa, ismim Sevara. Sog'lomlashtirish kursini sotib olgandim, 9 kunlik onlayn. Yaponiyada Tokioda yashaganligim uchun onlayn o'qidim. Meni ismim Jahongir. Mirzakarim Norbek sistemasida sog'lomlashtirish kursida o'qidim. Shuhratdagi Suyunduqqa rahmat. Onlayn o'qidim, sababi Braziliyadaman. Ozgina manzaralarni olib qo'yaman sizlarga. Sizlarga ozgina rezultat bilan bo'lishmoqchi edim. Kursga birinchi kelganimda bu zreniyam -1 edi. Har doim ochki taqib yurardim, lekin kursni bitirganimdan keyin zreniyam ancha yaxshilandi. Hali testga borib tekshirib ko'rmadim necha, lekin уже ochkisiz yuribman, mani ko'rganinglardek, bemalol maza qilib. Hech qanaqa sintetik kimyoviy dorilardan foydalanilmaydi. Hech qanaqa diyetalar, parhezlar qilish kerak emas. Faqat ustozlarning aytganini qilib mashq qilsa natija bo'ladi. Oldin ko'p dori ichardim, uxlashim ham ancha yaxshi bo'lgan. Hammaga tavsiya qilaman, chunki bu kursda hech qanday dori ishlatilmaydi, hech qanday doktorga borish shart emas. Prosta odam o'zini o'zi davolashni o'rgatadi. Hammaga tavsiya qilaman. Ta'sir qilishi zo'r, mashqlari oddiy, sodda qilsa bo'ladigan. Murakkab joyi yo'q. Faqat ozgina odam o'zini ustida ishlash kerak ekan. Hammaga tavsiya qilamiz. Salomat bo'linglar.